avvalambor haj hayatidan biz xursandmiz. Ellik boshlardan ham xursandmiz. Bilmagan narsalarimizni hammasini o'rgatishib, bizlarni haj safariga juda yaxshi tayyorlashdi. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Allohumma kulli khayrun lakum muslimun va muslima. Allahumma inni as'aluka safa wal iffata wal amanata wa husnal khalaq wa razna bil qadar. Rabbana amanna bima anzalta wattabana ar-rasula faktubna ma'ash shahidin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allohim bizlarni haj safarlariga chaqirib turibsan. Alloh haj safarlarimizni oson qil, yengil qil. Avvalo o'sha yerda yurtboshimizni bu yerdagi haj hayati, Toshkentdagi muftiyat, bu tashkilotchilarni hammalarini umrlarini ziyorat qilsin. Allohdan qalblarida nima yaxshi niyatlari bo'lsa, Allohim o'zi bersin. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammadin va alihi va ashabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rohim.